Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, biz musulmon o'laroq birovning haqqidan qo'rqadigan kimsalarmiz. Haqlardan juda qo'rqamiz. Biror kishini haqqini yeb qo'yishlikdan, biror kishining haqqiga xiyonat qilib qo'yishlikdan qo'rqishlik bu musulmonlik, mo'minlik alomat. Ammo afsuski haq deganda faqat moddiyatni tushunib qolishligimiz esa bu xato tushunchadir. Kimdandir moddiy qarz olgan bo'lsakkina haqqi bo'lmaydi azizlar. Musulmonlarni, mo'minlarni bir-birlarini orasida boshqa haqlari juda ham ko'p. Ota-onani farzand oldidagi haqqi, farzandni ota-ona oldidagi haqqi, erni xotini oldidagi haqqi, xotinni erni oldidagi haqqi, qo'shnilarni haqqi, umuman bir-birlarimizdagi haqlarimiz juda ham ko'pki, qiyomatda mana shu haqlarni ham Alloh so'raydi. Shuning uchun bugun sizlar bilan ba'zi bir musulmonlarning haqlari haqida eslab qo'ymoqchimiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bo'lgan bir hadis bor ekan. Bu hadisda Rasulimiz alayhisalom shunday deydilar: Haqqul muslimi alal muslim sittun deydilar. Musulmonning musulmondagi haqqi 6 ta dedilar. Boshqa hadislarda yana boshqa raqamlar keltirilgan. Biz o'qiyotgan bu hadisda ayni mana shu 6 tani debdilar. Buni beshovlari rivoyat qilgan muhaddislar. Ya'ni aytibdilar, musulmonning musulmondagi haqqi 6 ta. Qil, so'radilar. Nima u ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Qaysi haqlari dedilar. Va payg'ambarimiz alayhisalom 6 ta haqni sanab berdilar. Azizlar, buni eslab qolamiz va bu haqlarni ado qilishlikka doim harakat qilamiz. Eng birinchi haqqini aytdilar. Idza laqitahu fasallim alayhi. Birinchi haqqi, qachon uchratsang unga salom ber. Biror bir musulmon bilan ko'rishib qolganda unga salom berishlik. Ikkinchi haqqi, idza da'aka faajibhu. Seni da'vat qilsa, taklif qilsa unga javob ber. Uchinchisi, va idza istansahaka fansah lahu. Agar sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil. Va idza atasa fahamidalloh fashammithu. Agar bir musulmon aksirsa-yu, so'ng Allohga hamd aytsa, sen unga yaxshilik tila. Va idza marida fa'udhu. Agar kasal bo'lsa, uni ko'rgani bor. Va idza mata fattabi'hu. Agar olamdan o'tsa, janozasiga hozir bo'l dedilar. Bu musulmonlarning haqqi ekan azizlar. Ya'ni sizdagi mening haqqim, mendagi sizni haqqingiz. Bir-birlarimizdagi haqlar. Keling mana shularni yana tafsilotini bir o'rganaylik. Yo'liqqanda salom berish, assalomu alaykum deyishlik. Qanday ham go'zal tahiyyamiz bor, salomlashishimiz bor azizlar. Albatta musulmonni ko'rganda salom berish kerak. Bolalarimizga da buni o'rgatish kerak azizlar. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, sekin-sekin salom berishlik ham yo'qolmoqda. Oldinlari ko'chada yursak, katta odamni ko'rdi, albatta salom berilardi. Hozir mana maktablarga, boshqa joylarga kirganda ba'zi ko'chalarda yoshlarni salom bermaganini ko'rganimizda juda ham hayron qolyapmiz. Azizlar, din afyundur degan ateistik tuzum davrida ham bizni ajdodlar, ota-bobolarimiz mana shu islomiy salomda assalomu alaykumni saqlab qolganlar. Hatto eslasangiz, maktablarda ham muallimalar kelsa assalomu alaykum desa, jo'r ovoz bilan va alaykum assalom deb javob berganmiz. O'sha davrda ham. Bugun endi vatanimiz mustaqil bo'ldi. Yangi O'zbekiston, yangi rivojlanish, shunday bir hamma qadriyatlar qadrini topayotgan bir paytda biz agar salomni yo'qotib qo'ysak, bu juda ham xiyonat bo'ladi. Shuning uchun musulmonni ko'rganda salom alik qilish kerak ekan. Ikkinchisi, seni da'vat qilsa unga javob ber. Sizni kimdir bir joyga taklif qilsa, albatta boring. Sizni qanaqadir to'yigami yoki mehmongami chaqirsa, boring deyapti. Agar uzringiz bo'lmasa, illo uzr bo'lsa mayli. Betob bo'lib qolsa, qandaydir uzri bo'lsa aytib qo'yish kerak. Ammo beuzr taklif qilingan joyga bormaslik, o'shini haqqini ado qilmaslik bo'lar ekan. Shuning uchun albatta bir joyga taklif qilinganda borishimiz kerak. Chunki odatda bizlar kambag'al taklif qilsa bormaymizda, boy taklif qilsa boramiz. Lekin biror bir qo'shnimiz bir kambag'alroq bo'lsa,
kelib iltimos bizni uyimizda ham bir tadbirimizga chiqsangiz desa, aksar holatda chiqmaymiz. Juda ham uzrimiz ko'p bo'ladi bunaqa paytda. Lekin nariginga hech uzr topmaymiz. Aytmasa ham boramiz. Obro'li bo'lsa, aytmasa ham borib oladiganlar bor. Lekin kambag'al bo'lsa, oddiy inson bo'lsa, taklif qilsa ham bormaydi. Mana shu musulmondagi haqqini buzish azizlar. Borish kerak, odam ajratish kerak emas. Sizni hurmat qilib aytdimi, boring. Imkoningiz bo'lmasa uzr so'rang. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday qilganlar. Kim taklif qilsa borganlar. Shuning uchun taklif qilinganda agar bora olmasangiz oldindan uzringizni aytib qo'ying. Keyingi haqqi, sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil. Masalan, bir xilga odam kelib nasihat so'raydi sizdan. Siz mutaxassisdirsiz. Shifokor bo'lsangiz sizdan shifokorlikka oid bo'lgan savol beradi. Ahli ilm bo'lsangiz ilmingizga, diningizga oid savol beradi. Nasihat qilishlikni so'raydi. Agar biz malol olsak, buni qilmasak, o'sha musulmon birodarimizni haqqiga xiyonat qilibmiz. Nasihat so'rasa, qo'lingizdan kelsa nasihatingizni ayamang. Sizdan yordam so'rayapti. Tajribangizdan, ilmingizdan so'rayapti. Menga nima deyishlik musulmonda ish emas ekan. Bor boshqadan so'ra, nimaman senga deyishligimiz juda xato. Hatto ulamolar shunday bo'lganki, bir odam bir savol so'rasa, o'sha savolini javobini bilmasa to'xtab turing deb uyiga borib, kitob ko'rib, o'rganib kelib javobini aytganlar. Shuning uchun musulmondagi haqlari deganda Rasulimiz mana shuni qo'shdilarki, sendan nasihat so'rasa, unga nasihat qil dedilar. Keyingi haqqi aksa urib alhamdulillah desa, unga yaxshilik so'rash. Alloh sizga rahim qilsin, Alloh sizga shifo bersin degan ma'nodagi tilaklar bildirish. Xalqimizda salomat bo'ling, yaxshi bo'ling degan ma'noda o'sha tilakni bildirish. Ko'rinishidan aytaylik, bu juda ham mayda narsaga o'xshaydi, lekin musulmon har doim bir-biriga yaxshilikni, ezgulikni tilashligi ham bir-biridagi haqlar hisoblanadi. Va ya'uduhu idza marida dedilar. Agar kasal bo'lsa, uni ko'rgani borish. Bir musulmon birodaringizni, tanishingizni, qo'shningizni, qarindoshingizni, hamkasbingizni kasal bo'lganini eshitsangiz, uni holidan xabar olib qo'yishligingiz haqqini ado qilish bo'lar ekan sizlar. Albatta kasallik oldiga borganda qimmatbaho narsalarni olib borishlik degani emas, baholi qudrat uni oldiga borib, xabar olib, haqqiga duo qilib kelish kerak. Qo'ynini olish kerak. Lekin qilmaymizda shuni. Agar korxonamizning rahbari kasal bo'lib qolsa, uni xonasiga borsangiz, kasalxonaga kelgan hadiyalar, savatlar to'lib turgan bo'ladi. Korxonamizning qorovuli kasal bo'lsa, ko'rgani bormaymiz. Mahallamizdagi kambag'al kasal bo'lsa, bormaymiz. Ammo obro'liroq, ishimiz tushadiganroq odam kasal bo'lsa, har kun xabar olamiz. Kelmasa mayli edi degizdirib yuborib bo'lsa ham xabar olamiz. Lekin bu haq deganda boydan xabar olsin degani emas azizlar. Hammaga barobar. Kim bo'lsin, u oddiy inson bo'lsin, u amaldor bo'lsin, u olim bo'lsin, oddiy obid bo'lsin, kim bo'lsin, bizni tanishimizmi, hamkasbimizmi, qarindoshimizmi, qo'shnimizmi kasal bo'lsa, ko'rgani borishligimiz kerak. Bu musulmondagi haqqi. Va oxirgi haqqini aytdilarki, vafot etsa janozasida ishtirok etish. Janozasiga borish kerak. Qo'ni-qo'shni olamdan o'tsa, qarindosh urug'lar olamdan o'tsa, hamkasblar, tanishlar olamdan o'tsa, borib janozasida ishtirok etaylik. Albatta bu janozani o'qishlik bu farzi kifoya. Bitta jamoatdan bittasi o'qisa kifoya, lekin ta'ziya bildirish, borish, o'shunda ishtirok etish musulmondagi haqqi, buni borish kerak. Meni kechirasizlar, kinoya qilyapti demang. Yana aytaman, biz o'sha janozaga borishlikda ham odam ajratamiz. Qozining g'ozi o'lsa 1000 kishi, qozining o'zi o'lsa 1 kishi degan maqol bor ekan. Qozini hayot bo'lib turganda g'ozi o'lib qolsa 1000 ta odam bo'lar ekan. Ammo o'zi o'lsa bitta odam bo'lar ekan. Endi undan foyda yo'q-da. Undan manfaat yo'q. Shuning uchun kim bo'lsin bir musulmon olamdan o'tganini eshitsak, agar u bizni tanishimiz, bilishimiz, qarindoshimiz, hamkasbimiz, qo'shnimiz bo'lsa, albatta uni janozasida ishtirok etishimiz kerak azizlar. Bu bizning musulmonlik burchimiz va u azizni bizdagi musulmonlik haqqi hisoblanar ekan. Alloh bir-birlarimizni
haqqlarimizni ado qilishlikda o'zi yordamchi bo'lsin. Taqvoyimizni ziyoda qilsin. Bir-birlarimizdagi haqlarimizni qolib ketishligidan Allohni o'zi saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.